Assalomu alaykum ko'ktang bolalari, sog' salomatmisiz? O'qishlaringiz yaxshimi? Ota-onangiz yaxshimi? Charchamasdan yuribsiz. Mana bugun biz sizlar bilan piyozli rulet qilmoqchimiz. Assalomu alaykum ko'ktang bolalari. Sog'lommisiniz? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Mana bugun biz buvijonim aytganlaridek piyozli rulet qilmoqdamiz. Xamiriga nima solinadi? Hozir aytib o'taman. Xamiriga 150 gram sut, 150 gram qaynoq suv va tabga ko'ra tuz solamiz. Kamroq ham qilishimiz mumkin. Va mana shunday videoda ko'rib o'tganingizdek shunaqa xamir yoyib olasiz. Keyin ichidagi qiymani o'rniga piyozni sal qovurib Droj ham solamiz, Guli? Droj ham soldik-a? Xamiriga aytganday esimdan chiqdi, uzr obunachilar. Droj solingan Yumshoq bo'lish uchun. Yumshoqqina bo'lishi uchun. Sal dam oldirilgan, ha? Pishadi. Pishish jarayonida ham pishadi hali. Mana. Piyozlarni sal qovurasiz. Chetlari bilan tutamiz, chetlari bilan yetkazamiz. Mana bolalar, o'quvchilar o'zlaring mana shu paytdan tayyorlab, buvlaring bormi, onalaring bormi? Shunday narsalar tayyorlab o'rgansanglar, kelajakda o'zlaringga oson bo'ladi. Sizlar nasib bo'lsa o'qishga borasizlar. Yotoqda bo'lsa ham, kvartirada bo'lsa ham ovqat qilishingiz to'g'ri keladi. Kim qilib berasizlar? O'zlaring qilasizlar. Hamma ustlaringdan kulmaydi, o'rganib olsanglar, to'g'rimi? O'zlaring xohlaganday narsa tayyorlaysizlar. O'sha yerda qizlar ham o'rgatadi. Balkim sizlardan ham bilag'ondir ular. Shuning uchun sizlar ham ko'p narsa bilib borishlaring kerak shu paytda. Hammasiga ulguryapsizlar, to'g'rimi? Dars qilishga ham ulguryapsizlar, televizor ko'rishga ham, sport bilan shug'ullanishga ham ulguryapsizlar-ku, to'g'rimi? Mana bunga salgina murch ham qo'yishdik-a? Ha. Piyozdoqqa. Mana qora narsalari va qora murch. Tuyulgan qora murch. Buni biz go'shtlik ham qilishimiz mumkin edi. Moyimiz quyruq moy. Keyin mana bu ruletni rulet qilib o'ragandan keyin kesib pishiramiz-da duxovkaga. O'sha paytda yuziga bitta quyruq paraklarni qo'yamiz. Eritilgan quyruq paraklarni qo'yamiz. Xohlaganlar yeydi, xohlamaganlar olib qo'yadi. Piyoz juda foydali mahsulot, bilasizlarmi bolalar? Mana shu piyozdan ancha vitamin olasizlar. Bu yangi piyoz. Hozir hamma joy yangi piyoz chiqib qoldi-ku. Hamma joy bir xil bo'ldi. Chetlari bir xil bo'ldimi? Bir xil bo'ldi. Endi rulet qilib o'raymiz. O'sha tomondan o'rib keling. Zichroq qilib o'rab keling o'sha tomondan. Zichroq bo'lsin. Ingichka qilib o'rang rulonni. Ikki tomondan o'rab ketavering. Buni rulon qilib o'ragandan keyin bo'lak-bo'laklarga bo'lib, har birini past tomonni iloji boricha yopib, moy oqib ketmaydiganday qilib, keyin ustiga bittagina quyruq paragini qo'yib, duxovkaga qo'yamiz. Ustiga tuxum surtmaymiz, chunki ichida tuxum bor bo'ladi. Chunki usti ochiq turgan bo'ladi buni. Ko'rinib turgan bo'ladi piyozlari. Xamirini yumshoqroq olsangiz ham bo'ladi, o'rtacha olsangiz ham bo'ladi. Ezilib ketmayaptimi? Yo'q. Qattiq o'rayvering, qattiq o'rang. Mana shu xamiri sal yumshoq bo'ldi shekilli shuni. Hozir oxirigacha kelgan payt rulonni qo'yib o'zingizga tortasiz, yaxshi o'ralib qoladi. Hozir mana shu
Tavamni ko'rgandan keyin ko'pchilik qilsa kerak. Chunki bu oddiygina ko'p mahsulot ham ketmaydi bunga. Va vaqtingiz ham ko'p ketmaydi. Xamirni ham achitish shart emas. Sal yumshasa bo'ldi. Tovush sal o'zgargandan o'sha yoyaversangiz bo'ladi. Endi o'zingizga sekin tortib oling. O'zingizga torting xamirni. O'zingizga torting. Torting. Tortavering, o'yilmaydi, tortavering. Yo'rib tashlaysiz. Tortib oling o'zingizga. O'ralyaptimi? O'ralyapti. Davaysiz, o'ring. Buyog'ini keyin yopishtiramiz. Qo'lingiz bilan endi sekinasida siqib chiqing. Vozdug'lar chiqib ketsin. Bo'ladi, yaxshi. Endi kesamiz. O'zim pichoqni olib bering. Pichoqni olib bering. Gugurt uzunligicha qilib kesasiz. Gurgut uzunligicha bo'lib kesilaversin. Boshlanishi undan ham uzunroq qilib kesing. Bo'ladi shuncha. Bo'ladi, shaq kesib ketavering. Sal o'zingizga torting, oson kesiladi. Ikkalasini birdan kesib ketavering. To'g'ri. To'g'ri, men o'rgatmagan narsani qilyapsiz, to'g'ri. Bir yo'la ikkalasi ham kesilyapti. Sal enliroq, salgina. Sal enliroq bo'lsin. Ochmang, shunday kesavering. Bundayroq sal, hali, ana bo'ladi shunday. Uzunroq demoqchiman. Bo'ldi, tez kesing. Yopish qolmasin. Tuxum solingan, yoyilishi ham oson. Bu hozir bob ovqatda, azizlarim, bolajonlar, hozir tuxumlar ko'p, piyozlar ko'p. Sal uzunroq bo'lsin. Kesavering. Bobojon, keling videoga olib turing. Biz bitta ko'rsatib beraylik. Boshqa joyni olmang, faqat stolni oling, xo'pmi? Qo'lingizni artingizmi? Endi nimani olib keling uchun? Mana bu. Quyruqni olib keling. Moy kerak emas. Azizlar, mana shunday xamirni olib. Meni ko'rsating, bobojon. Mana xamirni sal tortamiz tagiga. Xamirni tagiga tortsak, deyarli yopiladi. Tagi deyarli yopiladi. Ko'rsatyapsizmi, bobo? Mana shunday qo'yamiz. O'zim bundan list olib keling, qo'yaveramiz. Keyin oz qiyin bo'lib turmasin. Mana shuni olganingizdan keyin sразу tagini birdan yopasiz. O'zim xamiri bilan. Ko'ryapsizmi? Mana yopilib qolsin. Hozir list kelsa sразу qo'yamiz listga. Üstten sal quyruq bosib qo'yamiz. Azizlarim, birinchi marta qilishimiz uzr, balkim uncha yaxshi chiqmayotgandir. Mana shu tagi yopilish uchun ham xamir bo'shroq qildik. Mana shunday ketaveradi. Bizlar aytish mumkin, shu piyoz dog' bilan bironta taomni shunday o'zini yesangiz, moylanmaganmi? Moylab oling. Mana shunday. O'sha moy, mana shu moydan olavering. Piyoz dog' o'zini yeyib yesak bo'lmaydimi? Deyish mumkin. Endi ovqatning turida ba'zilarim.
ko'rasizmi? Tayinlarini birdan xamir o'zi bilan sal yopib qo'yamiz. Bering o'zim tutaman qo'limda. Siz quyrug'ini olib keling. Jazini olib keling. Ha, olib berasiz. Bazıları moyamiz faqat quyruq moy shu uchun go'sht qo'shmadik. Iloji boricha tabiiy moy ishlatishga harakat qilingizlar azizlarim. Chunki qozonni ko'rsatmang bobojon. Xo'pmi? Xo'p. Sariyog', quyruq moyi. Mana shuni ishlatsangiz hech qanday zarar yo'q. Hozir trans moylar deyapti-ku, hamma narsa aralash moylar. Uncha to'g'ri kelmaydi sog'lig'ingizga azizlarim. Agar sal yopib qo'ysangiz piyozni kuymaydi-da. Yopib turadi, yoqib ketmaydi. Mana shu tarzda davom etadi. Ko'rinib kelsangiz bitta ko'rsatsak. Bular kerak emas, bular ketadi. Azizlar, mana bitta jaz qo'yasiz. Bu go'sht o'rnida qo'shilib pishadi. Mana shunday bezaymiz. Jizza bilan. Jizza deymizmi? Mana shunday bezab. Yana bitta lis kerak bo'ladi guli qizim. Mana shunday bosib, jizza bilan bosib duxovkaga jo'natamiz. Bu uchun pauza qilib bilasizmi? Hozircha pauza qilamiz. Pishgandan keyin sizga tavsiya etamiz. Mana azizlarim va nihoyat piyozli ruletimiz ham pishdi. Endi qanday bo'libdi bahosini beramiz. Mana bobo, siz ham yeb ko'ringchi. Bobojon birinchi yeb ko'rsinlar, aytsinlar. Yeb ko'ring bobojon. Achchiqlar bilan yeng. Yaxshi bo'lgan bo'lsa tomoshabinlarga ayting. Azizlarim, mana soat 4:30da boshlangandi mana shu taom. Hozir mana necha bo'ldi? 6 bo'ldi. 6dan oshyapti ekan soat. 2 soatda xamir ham sal oshdi va ungacha piyozdor qilindi, xamir yoyildi. Bolalar bilan mana shu tariq tayyorladik, qo'ydik. Nasib bo'lsa siz ham qilib yeb ko'ring bolalaringiz bilan. Bu oddiy taom, kam xarj hamda tez bo'ladigan taom. Mana ustiga quyruqchalari bor. Agar xohlamasangiz olib tashlaysiz uchun yuzi qo'ydik. Ba'zilar xohlamasligi mumkin deb. Bu taomni bahorgi taom desak ham bo'ladi. Qanaqa chiqibdi bobo? Vot. Zo'r chiqibdimi bobo? Yaxshimi? Yoqimli ishtaha bobojon. Rahmat. Barchangizga yoqimli ishtaha. Kelingizlar, mehmonimiz bo'lingizlar. Siz ham tayyorlab ko'ring. Rahmat. Rahmat azizlar. E'tibor uchun rahmat, sizlarga kattakon rahmat.